Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir biz uzun bog'damiz. Lekin sizga nafaqat uzun bog'da, balki butun bog'larda, umuman archada, madaniy o'simliklarda, madaniy va manzarali o'simliklarda, daraxtlarda zarar beradigan bir hasharot to'g'risida gapirmoqchiman hozir gapimni. Va videoni oxirigacha kuzatib borsalaringiz o'sha bu haqda to'liq ma'lumot olasizlar. Demak, siz obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying, like bosib qo'ying va uzoq qoldiring, biz inshaalloh davom etamiz. Ya'ni bu hasharot juda muammoli hasharot. Buni nomi xalq tilida oq shira deyiladi, shira deyiladi. Uzumga ko'p tushganda oq paxtaga o'xshash mahsulot ichida tuxum qo'yadi. Shuning uchun oq shira ham deyiladi. Lekin bu o'zi unsimon qurt fan nomida. Unsimon qurt. Shu yerda mana rasmlar ham chiqadi. Demak, asosan archaga va uzumga juda ham kuchli zarar beradi. Uzum bog'larda, bu bog'da qisqasi kelgan paytimda juda ham zarari katta edi. Va 2 yil davomida bizlar o'shanga qarshi ishladik. O'tgan yil 70-80% samara olgan bo'lsak, bu yil undan ham samarasi 90%dan ziyod samara bo'ldi. Buni qanday yo'qotdik bizlar? Buni birinchi eng katta samara bergan narsa bu yerda ildizidan preparat quyish. Ildizdan mana hozir shlang orqali, bu yerda shlang bor, bu yerda shlanglari bor. Ko'rinyaptimi shlang? Mana shu shlanglar orqali demak bizlar to'liq bu yerga preparat berganmiz. Qop-qora suyuqlik yo'qoldi tanasidan, butunlay tanasidan juda yomon suyuqlik yo'qoldi. O'sha suyuqlikdan bilish mumkinki, bu o'sha ya'ni xalq tilida aytganimiz oq shira yoki shira bu to'liq uzumni surib, uzun ekstrudasiyadan chiqaradi va butunlay uzumni ham xarob qiladi va uzumni kuchsizlantirib tashlaydi. Mevalar butun shira bilan zararlanib, umuman yaroqsiz keladi. Bunda bizlar o'sha may oyida yoki aprel-may oylarida demak hozir tiametaksam tarkibli preparat beryapmiz. Ya'ni shunga e'tibor berish kerak. Preparatlar har xil preparatlar bor. Masalan, Aktarani o'zi ham unchalik ko'p ishlamasligi mumkin bunga. Bizlar aynan beradigan preparat bu o'z aslida bu urug'dorlagich. FC formulyatsiya deydi. Ya'ni FC formulyatsiyali preparat. Bu Hektash kompaniyasiniki, Kayanli degan preparat. Va boshqa preparat bo'lsa ham topishingiz mumkin, muammosi yo'q. Biz aynan shuni ishlatganim uchun, samarasi bo'lgani uchun o'shani aytayapman. Demak, bu Kayanli degan preparat va bu tuproqdan 2,5 litr 1 gektarga berib yuborasiz. Va o'shanda tomirdan kelib butun tanadagi o'sha tanasidagi butun hasharotlarni hammasini o'ldiradi. Va bu tomirdan berdim degani qutuldim degani emas. Tomirdan bergandan keyin va bargidan ham o'shani sepishimiz mumkin yoki astan pred yoki boshqa tarkibli preparatlarni o'sha shiraga qarshi, demak shiraga qarshi ishlatadigan preparat, suruvchi hasharotlarga qarshi ishlatadigan preparatlarni ham bargidan doim sepib nazorat qilib turasiz. Sizga zarar beradigan hasharotlar yo'qotadi. Mana shu sizga juda sifatli mana shunaqa uzumlarni olasiz keyin. Bironta shira yo'q. Muammosi yo'q bironta shira yo'q. O'tgan yili bu bog'larda o'tgan yil emas, undan oldingi yilda juda katta zarar bergan. Sho'r ham katta zarar bergan. Va bu shu unsimon qurt ham juda katta zarar bergan bo'lgan. O'sha unsimon qurtlarda biza demak tuproq orqali tiametaksam berib va bargidan ham astan pred va suruvchi hasharot imidacloprid shunga o'xshagan o'sha suruvchi hasharotlarga qarshi ishlanadigan preparatlar bilan ularni to'liq bargidan ishlov berib
size buni yo'qotganmiz. Demak, agar shu to'g'risida batafsil ma'lumot olish uchun men Telegram kanaliga butun ma'lumotlarni hammasini tashlab qo'yaman. Inshaalloh obuna bo'ling, like bosing va Telegram kanalidan to'liq ma'lumotlarni olasiz. Sog' salomat bo'linglar.